tarix ilimlerining doktori professor Nurmumbetov Boltaul Abdug'urishga yana O'sh shahridagi o'zbek diasporasini ko'tardi so'zni o'zladilar. Assalomu alaykum hurmatli qonaqlar. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. O'shchasina O'sh o'zisi qabul qilindi. 80dan oshiq o'tgan o'qib yashagan yerga Andijondan O'zbekistondan kelgan mehmonlarni xush kelibsizlar aytishdan men ma'qulman. Biz ilgaridan beri tariximizda qancha qilimlar, o'rta qilimlardan boshlab bizden dostluğumuz, birliğimiz, bir tuğanda olmalıyız. Bir kuşun tek kanatında yerimiz. Bir kanatı işlemeye kalsak kuş çalmaganda biz birbirimizi yaşayamagan elimiz. Buna olur olmaz nerseden başımızdan iki boğuş yoktu. Oşolunun çadıra bin olup oturgan mezgilde Granit Saçılman'dan Özbekistan'a delegasyon sastavına varıp Özbek elinin bizi sağlamadı. Özbek elinin bizge olgan hurmatın, Özbek elinin bizge olgan sıyın görmesini çözsü bir korkumda. Oşol yerde ilavan Özbek'te kalman yok, Kırgız'da kalman yok. Biz birbirimiz yaşayamayacağız el Türkmenimizi biliriz. Yana bir O'sh kasabasi. Baroko'ga mavsum. Bu tog'ning havolari mustak suvlar. Albatta insonlarni orom etadi. Bu yerda Sulton Mahmudxon bir hujra quribdi. O'sha sizlar bilgan Baroko'ga mavsum. Farg'ona viloyatida safo va havoda O'sh kabi safo yo'qdir. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Gezdagi so'z Batrali Sidiqov atidagi Qirg'iz O'zbek Federal Universitetining rektori, ekonomika ilimlarining doktori, professor Raybayev Chaqalbay Genelbayev. Bugungi ishlar o'sha dog'i bo'lsa, haqiqatchilarimizni o'ylaydi degan chekdi. Bu sizlarga kelib o'tirganingizda. Ikkinchidan O'zbekistonlar bizga da xabar ko'p. Tuğanlarımızın birge studentlik bilim olmasına şartlarımız. Kırgızstan'da çoğun okul şeylerden gelip bilim olasılarımız studentlerimiz var. Bizim Kırgız Özbek Üniversitesi'nin negizli misyası da bu Kırgız ve Özbek ülkeleri ortasında dostluklu bilim, madaniyat atımı iştaşıdır. Ben öyle tüm oşun iki elin ortasındaki misyası, dostluklu çıngo misyası Kırgız Özbek Üniversitesi'nin yoğunlu dengenin iştaşıdır. O yeni ortasında dostluklu çınlanışını kullandılar. Çoğuna anlatmazdan canlı zamanla altın köprü üstü düzgün hareketli ortamında başlar ve canlılığında aşaşaklandık oluyor. Alemli konuklar isteyken daha bir yol çok önemli bildirip bugünkü bizim Çankala Müze Forumu'nun görgözmesi, göçkü görgözmesi biz için çok yaxşı yaşlarımızın içki dünya tanımına genellikle faydalı oluyor. Bu alakalarımız madani, ekonomik alakalarımız artıyor.
ta'minot direksiyasining direktori Samarov Maqul Xalqarovich, Andijon областной mamlakatlik ta'lim madaniyat muzeyining direktori Rasulov Ixtiyorjon Mahmudovich, yana Qashqadaryo областной mamlakatlik ta'lim madaniyat muzeyining direktori Mamadiyev Bahodir Bobojonovich Tom muzeyi bizga yaqin hamkor do'st muzeylarimizdan biri hisoblanadi. 2018-yilda Sulaymon Tom muzeyi bilan yaqin do'stlik aloqalarini o'rnatganmiz. 2019-yilda memorandum imzoladik. Ana shu memorandumga asosan bordi keldi bo'lib o'zaro tajriba almashib, qo'shma ko'rgazmalar, juda ko'plab tadbirlarni o'tkazdik. Mana bugun 3 bo'ldi, safimiz yana ham kengaydi. Mana do'stlarimiz bilan keldik. Samarqand muzeyini general insonlari, Qashqadaryo muzeyi rahbarlari bundan bir oy oldin Issiqyo'lda muzeylar forumida ishtirok etdik. Bora-bora saflarimiz kengayapti, do'stlik aloqalarimiz mustahkamlanyapti. Mana shu sharoitlarni yaratib bergan ikki davlat prezidentlari do'stlik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarish bo'ldi. Har bir sohani qaramay do'stlik aloqalari, hamkorlik ishlari amalga oshirildi. Biz ham muzey sohasida hamkorlikni boshladik. Mana Xudoga shukr, juda ko'p tadbirlarda hamkorlikda ishlayapmiz. Xudo xolasa yana yangi rejalarimiz bor. Rejalar ustida hozir maslahat ishlar ketyapti. Bugungi tadbirning sababchilari Chanqalab muzeyi jonkuyar hamkasblarimizga sog'lik salomatlik tilayman. Sulton Aslanbekovga sog'lik salomatlik tilayman. Bu ulug' joyga albatta mana shu xalqlarimiz kelib ziyorat qilishlari shart. Bundan juda katta ilhom oladi, juda katta taassurot oladi, juda katta bir yengillik bo'ladi. Mana shu o'zim mana shu tarixiy obidada ziyoratgohda ishlab ko'p ziyoratchilarni kuzataman. Ayniqsa mana shu chegaralarimiz ochilgandan keyin qo'shni davlatlardan tashrif buyurayotgan ziyoratgohlarni ko'ramanki, bu ziyoratgohga kelgan tomoshabinlar juda sog'ingan. Mana shu ota-bobolarimiz qoldirgan boy madaniy merosni ziyorat qilishni, tomosha qilishni juda sog'ingan ekan. Ularning ziyorat qilishidan, ularning duo qilishlaridan ko'zlarimga nam keladi, yosh keladi. Chunki o'sha prezidentlarimizning, ikki davlat prezidentlarimizga bo'layotgan duolar, ularga bo'layotgan shunchalik xalqimiz duo qilyaptiki, mana shunaqangi oqilona siyosatlari uchun. Shunchalik sog'ingan ekan, bu bardavom bo'lsin. Bu davom etsin. Bu kam bo'lmasin. Sulton aka, sizga kuch-quvvat, sog' salomat bo'ling. Jamoamizga bugun xabarlar tilaymiz. Bunaqangi mehmonxonalar ko'proq bo'lsin. Bunaqangi hamkorliklar ko'proq bo'lsin. Xudo xolasa navbat O'zbekiston bu yerga kelsin, Qirg'iziston tarixini O'zbekistonga tutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Biz o'zimizning Qirg'izistonda to'g'ri birinchi yoshga kelishimiz, Sulton aka bilan qatoriyalar bilan hamkorlik qilamiz. Lekin qachondir kelgandaysan bu yerda odamlarni yuzi tanish, qalbi issiqligi tanish, begonada o'zimizda his qilganimiz yo'q. Bu narsa uchun Sulton aka sizga katta rahmat. Doniyor akaga, yoshligidagi delegatsiyaga katta rahmat. Biza ikki xalqni, men ikkita Qirg'iziston yoki O'zbekiston demoqchi emasman. Bu qadimiy To'ron bir daryodan suv ichgan biza Ali Yuqoridan aytdi, bozorimiz bitta. Qadriyat an'analarimiz bir xil. Hatto keyin milliy kiyimlaridagi etnografik nimalarni ko'rsak, bu yerdagi ma'no, mazmun hatto bir xil bu yerda. Biz hali faqat mana yozma manbalar, arxeologik manbalarni o'rganganimizda, davlatchiligimiz, shaharsozligimiz tarixini o'rganganimizda biz bu boshqa tarixsiz, o'zgar tarixsiz hech qachon bir narsaga erisha olmaymiz. Chunki bu davlatlar birga rivojlangan, birga taraqqiy topgan. Qadriyat an'analar o'shandan bir-biriga ayqashib, yuqashib ketgan. Buyuk Ipak yo'lini asosiy strategik nuqtalaridan bo'lgan hali
Süleyman Tağ qilib o'zgan. Biz bu tarixni ayirib, alohida o'zbek tarifi yoki qirg'iz tarixini o'rgana olmaymiz. Buni birgalikda tadqiq qilamiz, birgalikda ilmiy ishlarni amalga oshiramiz. Xohlarki bugungi an'ana davom etib, albatta Xiva Ichanqal'a bu mo'jazga qarab sizlardan Süleyman Tağ'dek UNESCO'ning jahon meros ro'yxatiga kiritilgan Samarqand, Shahrisabz, Buxoro, Farg'ona vohasi tarixi bilan bog'liq, Qashqadaryo, Surxondaryo bilan bog'liq tarixlarimizni, ko'rgazmalarimizni Bobur aka innovatsion texnologiyalar orqali ko'rsatib beramiz deyapmiz. Bu narsa davom etsin. Sizlarni ko'rgazmalaringiz muvaffaq bo'lsin. Sulton aka, sizning ishlaringizga omad. Qabul uchun İçankal Müzeyi'nin yetekçisi olan Maskı Hamdun Deminiz. Anam bizim buna canlı dostumuz, canlı Emre'nin olan dostumuz Babucan. Albatta tarixiy surat bo'lib qoladi degan o'ydamiz bu suratlarda. Men ko'lga yolg'iz kelib bayir oldim. Turg'uzdim muhabbatni aydu bağım. Yaştığım zaman yolda canmışım. Doğada karadım mı ayrım aldım. Yaştığım tata yolda canmışım.
ötkün Gelir mi namaz bulsam Nabil köksün Hazır gel cağız uçkan Baradan bakıt izler Tanrı gözden Hazır men cağız uçkan Ahkı olur Baradan bakıt izler Tanrı gözden Көргізіп тұралдан кеңірек мағлұматтарға баяндама беру үшін анда сіздердің аңсаға Иченкала мемлекеттік музей қорығының директорының орынбасары Мақсутбек Абдрасуловты шақырамыз. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, hurmatli qarindoshlar. Bizlar Shayxona davlat muzey qo'riqxonasi kichkina bir jamoasidan sizlarning muzeyingizda, sizlarning shahringizda, sizlarning yurtingizda turganimizdan o'zimizning judayam baxtiyormiz deyapmiz. Ichki hayajonimiz qadrlanyapti. Allohga shukr bo'lsinki, shu ikkala davlatimizni rahbarlari tarafidan chegaralarni ochilishi bu juda katta tarixiy voqea bo'ldi va bizlar umid qilamizki, madaniy aloqalar orqali bizning do'stligimiz yana ham mustahkamlanadi, yana ham avvalgi tarixiy holatiga qaytishga umid qilamiz. Bizlar Shayxona muzey qo'riqxonasi shuni hozir sizlar bir qismini ko'ribsiz. Bu xuddi Sulaymon Xonga o'xshagan muqaddas bir shaharki, mana bu shahardan Al-Xorazmiy tug'ilgan. Ya'ni butun dunyoga algebra ilmini butun dunyoga tarqatgan, butun dunyoga ilm bergan Al-Xorazmiy xuddi mana shu shaharda tug'ilgan. Bu shahardan Najmiddin Kubro tug'ilgan. Va bu shaharda juda ham ko'plab allomalar tug'ilganki, shuning uchun bu muqaddas shahar hisoblanadi. Shuning uchun ham 1990-yilda hali eski Sovet tuzumi tugallanmasdan turib 100 shahar bo'lib UNESCO tasarrufiga o'tgan. Bu O'rta Osiyodagi shaharlardan, O'rta Osiyodagi oldinda eng birinchi bo'lib Shayxona davlat muzey qo'riqxonasi UNESCO tasarrufiga o'tgan. Bu tirik shahar. Bu 19-asr oxiri, 20-asr boshida qanday qurilgan bo'lsa, o'rta asr shahrini tipik shahri o'z holicha saqlanib qolgan. Bu yerda ikkita mahalla hozirgacha demak yashab kelmoqda. Hali aytib o'tilgandek, 1969-yildan buyon muzey qo'riqxona statusini olgan va 20 ga yaqin ko'rgazmalar shu shahrimizning ichida joylashgan. Hozir bizlar sizlarga shu shaharning tarixi, Xorazmning tarixi, ulardan yetishib chiqqan buyuk insonlar, ulardagi shahardagi hunarmandlarni bir kichik tengizdan tomchisini olib keldik. O'ylaymanki, bu narsa bizning ko'rgazmamiz Qirg'iziston Respublikasi fuqarolariga mana shu shahrimiz, mamlakatimiz to'g'risida bir ozgina bo'lsa ham yangilik bo'ladi, ozgina bo'lsa ham tariximizning bir qismini ochib ko'rsatadi deb umid qilaman. Va mana shu ko'rgazmamizga sizlarni taklif qilaman. Hammangizga katta rahmat. Shu Maqsudbek do'stimizning bu yerda o'tirgan qo'noqlar o'tirib shu beregi bor ekan. Anda O'sh Qirg'iz Respublikasi Prezidentining O'sh oblasti bo'yicha Evar o'rinbosari Daniel Turvazovich kelsangiz.
Şarkılarımıza. Şu Özbek tuğanlar, Özbekistan'dan gelgen bizim bir boğalarımızda okup verip otattı. Vay vay siz yine simuhtan çatmayın. Süleyman Doğan 75 yaşına çıkkanlığına karabastan günüge ertengenen yaşlarga, bizim zamandaşlarga ülgü olgan ağabeyimiz oturak bu yerde. Biz atındagı jakşı estey almayız. Geliniz. Kulağımız Turgay üstünde sıfat düşüp durgan özünün en sonuna kan görgen bizden Kırgız jalanlarının ülgüsü desek adaşmayız. Kırgızistan bilen Özbekistan'a köprü olup жүрген Komurat'ın oğlu Erkin Mırza var. Geliniz etmeye. 90 yıldan beri Kırgızistan'ın atı oğlu. Karşılığı Kaşkadarya. Karşılık Kırgızlar'dan. Buna hazır jakşı önerilerini gösterdik. Biz menen çoğu şu konak tozuda özgöçe hizmet gösterken bu yerde Aşamcan Üköy-Östürat Babur Teatrı'nın direktörü. Buna hazırda baktan Kırgızistan Özbekler belediye bölümüne sokan bizlerin bizden müzeydin en aksakallarının biri biz bu simbolik türde avaz ekeni doğru görüyoruz bizim müzeyden. Bu Süleyman Doğan Müzeyinde Taşkent Müzeyimizde şöyle avaz ekeni Özbek Müzeyi kurgan emek sinirden bizden en sihirli insanımız, ağamız. Дәл ушул Лерканың вазифтен соң Һәрбәтҗан бүгенге чарага катнашучыларын без экскурсияга чакырабыз. Келиңиздер, көз менен таанышыңыздар арасындагы ушул музей комплексиндеги тарихка соң маалыматтарды таанышып билип алыңыздар дейли. Албетте сиздердин экскурсияңыздар көңүлдүү болсун. Жардымыңыздарда бүгүнкү чарага келип катышканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Барлыгыңыздар аман болуңуздар. Asosiy zamiyalar asosiylar shu 150 yil oldin qanday bo'lsa shu holatda saqlanib turibdi. Mana bu O'shandan alayhissalom davridagi Xiyvat hududi 150 yil oldin g'arbiy darvoza, Xiva shahrining g'arbiy darvozasi. Bu darvozadan kirgandan keyin mana bu manzara ochiladi. Bu ko'cha 400 metr uzunlikdagi ko'cha va Muhammad Aminxon madrasasi. Ruslar bosib olgandan keyin qurilgan Xivaxonning yozgi qarorgohi ko'rinishlari bu tepasi bu katta zovur. Bu baxshilar. Bu mashhur baxshi
bola baxshini farzandi hisoblanadi. Buni otasi bola baxshi katta maktabga asoslangan, baxshichilik maktabiga asoslangan va 1938-yilda birinchi bo'lib O'zbekiston xalq baxshi degan unvonni olgan. Eng qiziqlisi mustaqil bo'lgandan keyin uni mustaqillikning eng birinchi xalq baxshi degan va ularning sohasida 3 ta xalq baxshini yetishib chiqdi. Bu 1500 yildan buyon davom qilib kelayotgan demak san'at asari. Уже облачный технологияда через сервер вам информация жили уже mana bir xil eksponatlar bilasiz juda ham qiyin chegaraga chiqarish. Bu через texnologiya уже bu eksponatlarni полностью jonlantirib kerakli paytda shuni уже spetsializiran texnika bilan har bir elementlari suratga tushirib уже ichida reklama roliki marketing. Mana bu obyekt karta.